Xo'p, uzumni danagi deganda biza o'z uslubimizda shunday bo'ldiki, buyragi bitta buyragi ishlamay qoldi sinimizni. 37 yoshli sinimiz. Homilador edi u, 4 oylik homilasi ham bor edi. Buyragi ishlamay qoldi. Shunda bizga murojaat qilishgan. Men o'sha kitobda bir o'qiganimda, Besinoni kitoblarida, ikkinchi tomxonlarda uzumni danagi shunaqa xususiyatga egaki, uni faqatgina siz og'zingizga solib, chaynab yesangiz, buyragini juda ham subhanalloh tiklab beradi. Endi hozir uzumni danagini topolmayman degan insonlarga, hop, magizlar bor, Kattaqo'rg'on magizi bor, ayniqsa o'sha Farg'onadan keladi. Magizni birini olib chaynab yesangiz, bir qovuch. Bu ikkita buyragingizni juda ham zo'r oziqa bo'ladi buyragi bu. Juda katta oziqa hisoblanadi. Buyraklarni восстановление qilishiga, o'sha pinifrid, yog'lanishini ham oladi. Buyrak tiklanadi, xudo xolis. Bizning praktikamizda o'tgan bu narsa. Mana hozir yana chillaki uzumlar chiqib boshladi. Undan bu yoqqa chiqadi. Uzumni bir xil qarab o'tirsam, danagini chiqarib tashlaydigan insonlar ham bor. U noto'g'ri. Hamma mazasi o'sha danagida bo'ladi. Danagini ham qanaqa? Danagini обязательно chaynab yeyish kerak. Chaynaganingizda milklaringiz orqali sizni buyragingizga ham boradi. Tanangizga oziqa bo'ladi. Ayniqsa buyragning oziqasi juda kuchli oziqa bo'ladi.